Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Mingbuloq tuman Jomashu shaharchasidan Dr. Family klinik shifoxonasiga davolangani keldim. Kuz boshlanishi bilan menda bo'g'im kasalliklari bezovta qila boshladi sovuq tushishi bilan. Namangan o'z rasmiy xabarlar telekanalida Dr. Family xususiy klinikasini o'qib qoldim va shu yerga kelishga ahd qilib keldim. Bizning shifokorimiz Bahodirjon Sanjarov Iskandarovich iliq qarshi oldilar va menga muolaja yozib berdilar va muolajalarni olishni davom ettiryapman. Shifokorlarimizga katta rahmat, o'rta maxsus hamshiralarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Menda natijalar a'lo, yaxshi. Ixlos bilan kelib davolanyapman. Agar kimda meni kasalimga o'xshash artrit, bola artrit